Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumanidamiz. Bizda berni 22 deb aytadilar. Kinoxona tarafda. Xudoybergan Devonov ko'chasi 48-uydamiz. Bu uydan gazdan atablini o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlarimiz bilan akkalib, yoqib, qizdirib topshirib berdik. Xudo xolasa uyimiz o'xshay 11 tochka bo'ldi. 8 yera batareya qo'yildi, 9, 10, keyin gazlari bilan 11 tochka bo'ldi. Kotelimiz hozirgi kunda Vam ekonomik kotellardan hisoblanadi. Pushkali ham zeytli turbali deb aytiladi. 6 gayliga qo'yib berganmiz. 6 gayliga qo'yib, kraniklarni ham qo'yib, kotelimiz samovar bo'lgan. Yuzlik azbizlarni ham qo'yib, akkuratni do'raklarni ham yengillatib ochganmiz. Otapligimiz 32 lik, 25 lik aralashib bo'ldi. Podacha apparatlarimiz 32 likimizni sozlarni kesib, bir liniya etib, doğrudan yuvarganmiz podacha apparatchasini. Olib doğru kotelga ulab qo'yibmiz. Tezroq yetishi uchun suvni. Uyimizda ham shunday zamonaviy 500 lik batareyalarimizni qo'yib berganmiz. Zalimiz birinchi tochkamiz, bu yerda 20 latib rossiyskiy amerikanskiy latunli kraniklarni qo'yib, rezervuarni yonib, tralatib ishlab berdik. Turbalarimiz hammasini shu malarkiya tayyorlab, devordan ochiqlarni orqasidan 4 sant qo'yib berganmiz. Bir zalimiz 20 latib birini qo'ydik. 4'e 5'lik bir 20 kvadrat. O'sha atablini o'tirgan yerimiz 100 kvadratdan ziyod bir dalanımız ekan, dalanımıza bir yere uloq etib 25 latib qo'ydik. Sazlarni ham, turbalarni hech narsa ham etmaydi onadi. Akkuratni qoldirib berdik, ertaga ustidan pollab, tralat taqlab qo'yaveradi. Bu ikkinchi batareyamiz. Turbalarimiz hammasi 2.6 lik stenkada bo'ldi. 20 liklarimiz ham 2.4 stenka bo'ldi. Dükkan var tushmaydi, chiroyli chiqadi. Bu ikkinchi batareyamiz. Spalnilarimizni berimiz kichkinaroq bo'lgani uchun 14 latib bir yere qo'yib berdik. Bu 4-chi batareyamiz, berimiz ham spalnimiz, berimize 13 latib birini qo'ydik. Ham kichkinaroq detskiy spalni bo'lgani uchun ham bir tarafdan o'ralgan. Kuxniyamiz 5-chi batareyamiz, berimizda ham 14 latib birini qo'ydik. Bak ayna tarafa qo'yib bersak edik, uzoq bo'yindan mebel bo'ladi dedi, shuning uchun bu tarafda qoldirib berdik. Arkalardan chiroylatib ochib qo'yamiz. Keyin bir banimiz. Banimizdan xudo xolasa mana chiroylatib taqlab beramiz hali. Bu tarafına tendik, bu yana rashidini o'zini vakuumli nasoslarni üstüne bachokundan qo'yib, chiroylatib taqlab qo'ysa, bakarda, kuzakda 2 kranik iladi past bilan balandlardan tenni to'qadiksa, qurushi batareyamiz o'zi qizargan bo'ladi. Keyin kuzak yağan vaqti qishda atablini yoqsa, bu kranikimiz ochib qo'yadidan tenni sug'urib qo'ysa, batareyamiz atablini hisobdan qizib turaveradi. Bu 6-chi batareyamiz. Arkalarını afishga yetib taqlimon dedi, shuning uchun 4 sant ochib berdik. Keyin ko'p odam so'raydi-da bizdan. Turbo batareyalaringiz yaxshimi, boshqami deb, misol uchun bu batareyamizni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Zavod tarafdan ishlab chiqariladi. Alyumin batareyalarning hammasini tenda shunda probkasi bo'ladi. Eng arzon batareyaga ham zavod o'zi 10 yil garantiya berib qo'ydi. Biz ishlagan yerlarimizda biladilar. Atablini o'tirib bergan yerlarimiz, birgina misol uchun shu qovurg'a 25 lik bo'lgan bo'lsa, bundan bo'lsin, o'rtasidan bo'lsin, yoki chetrakidan bo'lsin, libo misol uchun birisidan yo ikkisidan defekt chiqib, o'zida zavodskiy defekt bilan ash probkalardan suv oqadigan bo'lsa, borib uzatib beramiz. To'g'ri olib tashlab, ondan tozani qistirib beramiz. Shuning uchun biz 1 yil garantiyasi bilan beramiz. O'zini remont etib, yo ochib germetik surtib, bir ish aytib o'tiramiz. Doğru misol uchun shu batareyamiz biroq bo'ldi, olib tashlaymiz, ondan tozani qo'yib beramiz. Turbalarimiz ham shunday. Stiklarimiz ham xudo shukr, hech qaysidan suv oqib, hali shu vaqtgacha suv ketdi degan odam bo'lmadi. Hammasini chiroylatib qo'llangancha akkuratni etib
puxtalab pişirib ishlab berib ketamiz. Shu ertang izimizdan gap kelmasin deb. Çünki arkaymol orasida xudo xolasa aytib o'tgandek turbalarimiz 2.6lik stenkada chesti 2.6 bu zavoddan kelishi belgilari bilan shunday deb keladi. Ya 2.6 deb turib 2.4lik emas, ya 2.4 deb 2.2lik emas. Shu belgisi bilan keladi. Aparca klientlarimiz ham ko'rsatamiz. Avvalambor misol uchun ertang bir o'rnalda uy olib qolmoqlik uchun yaxshi sifatli vajlar ishlatamiz. Beyanımızdan bir sifarimiz bu. Bir de böyle özünü en başta joyidan girib turgan batareyalar var edi. Bu batareyalarni olib tashlab, berimizdan kattaroq spalniya bo'lgani uchun 23 deb bir yere qo'yib berganmiz. Bu oxirgi batareyamiz. Keyin bu yerda turgan batareyamizni olib, ben tarafında bir xonasini qo'yib berdik, dalonga. Ana shu bilan 11 tochka bo'ldi. Yani bu uyimiz tozalag'imiz 7 tochka, bu yoqqa qo'shilganimiz 8, kotyol 9, samori 10 bo'ldi, gazlari bilan 11 bo'ldi. Bu uyimizda o'xshay hamma narsasi o'zlarimizdan bo'ldi. Aytib o'tganimdek 17 milyon 840 ming yok 18 milyon 740 ming so'm pul chiqdi. Tochkasini Shovot tumanida 400 ming so'mdan ishlab berganmiz. Shovotdan chiqsak 450 ming so'mdan Aboy joylar bo'lsa 500 ming so'mdan ishlab beramiz. Kelishtirib, xudo xolasa oxirida 1-2 so'm qayt qo'ydi bilan. Esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir o'tiramiz. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Keyin kotyolimiz ham meni mo'rizi zakriyti bo'ladi. Ochib qo'yish uchun yonboshlarini qatib uzatib berdik. Ertaga tozalamaga o'ng'ayroq bo'lsin deb suv kraniklarni ham qo'yib. Esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ying. Ko'mir meni o'tiraman deb bilgan tanish bilishlar bo'lsa, shu videoni tashlab qo'ying. Esa sog'lig'inglar, salomat bo'linglar. Menga rahmat.